qolgan sotuvda. Tak, mana bu kiraverish eshigimiz. Darvozadan bemalol mashina kiradi. Tak, bitta mashinaga mana bu yoqda yozgi oshxonaga bemalol joy qilsalaring bo'ladi. Endi to'liq obzorni ichkarida ko'ramiz. Tak, ichkaridan to'liq obzorni boshlaymiz. Mana bu kiraverish eshigimiz, ko'rib turibsizlar, o'nda sirazi ayollar yaxshi ko'radigan xona, oshxonamiz. Двухконтурный котел bor, kollektorlar hammasi bor. Kottej to'liq to'pli polda. Bu yoqda past uchun bitta совмещенный sanuzel emas. Bu yoqda esa sirazi yonida bitta детский xonamiz. Orqa hovliga o'yna qoldirilgan, havo aylanishga bemalol aboylarni ko'rib turibsizlar. Raznoобразный, ko'z charchatmaydigan nimalar. Mana bu zonani bemalol kladovka qilib ishlatsalaring bo'ladi. Mana bu yoqdan yopib eshik qo'yib chiroyli qilsa bo'ladi. Bu esa pastdagi ikkinchi xonamiz, родительский spalnya, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi. Razmeri 3,5 ga 6. Endi esa ikkinchi etajda ko'ramiz. Pastda ikkita xona, bitta sanuzel, bitta kuxnya. Podsvetkalarga e'tibor berasizlar. Kiravurishda mana shunaqa hol bizni kutyapti. Bu yoqda kollektorlar turibdi. Mana bu yog'imiz sirazi zal. Zal 3,5 ga 7. Panoramniy ko'chaga oynasi qaragan. Ko'rib turibsizlar, mehmonlarni bemalol kutib olishga yetadigan bahaybat zalimiz. Bu yoqda esa yana bitta общий sanuzelimiz. Bu ikkinchi etaj uchun. Bu yoq yana детский xonamiz. Bu yoq esa ota-onalar yotoqxonasi. Aboyni ko'rib turibsizlar, raznoобразный, ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglardan foydalanishgan. Bu yoq orqa hovli, bemalol havo aylanadi. To'liq obzorni yana описаниеda qoldiraman. Murojaat uchun telefon nomerlariga murojaat qilasizlar.